Kun mening mehmonim Masrur aka Usmonov bo'ladilar. Assalomu alaykum Masrur aka. Yaxshimisiz? Rahmat. Keling. Bizani kuzatuvchilar bilan salomlashib oling, marhamat. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi tong, bugungi kun hammangizga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin, barakotli bo'lsin. Nimaiki qalbda niyat bo'lsa, barchasini Allohim xayrlisiga yetkazsin. Masrur aka, mana sizni ko'rganimdan rosa ham juda ham xursandman. Salomat bo'ling. Chunki sizni qo'shuqlaringizni eshitaman. Shu YouTube'ga kiraman deb qayta eshitaman. Salomat bo'ling. Misol o'sha Azizam, keyin Kapalak, yodingdami qo'shuqlaringiz gap bo'lishi mumkin emas, zo'r chiqqan. Salomat bo'ling. De keyin ketidan bitta o'sha klipni yana qaytadan ko'ramiz. Yaxshi. Sizni o'sha 2004-yil Azizam degan qo'shig'ingiz juda hit bo'lgan. To'g'ri. Biz o'sha paytda yosh edik, ancha yosh edik. Maza qilib eshitardik. Klip o'sha adashmasam vokzalda olinganmidi? To'ppa-to'g'ri vokzalda olingan klip 2004-yil. Vokzalda olish g'oyasi kimdan chiqqan shu? Bu Yodgor Nosirov, rejissyor. Oke, shu yerda olamiz, chiroyli bo'ladi. Lekin u payt vokzal hali remont bo'layotgan payt edi. Lekin bilinmagan. Qaysi ma'noda baribir o'shani ham bir boshqacha bir anaqasi bo'lgan. Boshqa versiyalar ham bo'lgan. Ha, bo'lgan. Lekin o'sha 2004-yil birinchi bo'lib aytilgan va menimcha juda ko'pchilikka manzur bo'lgan shu yil. O'sha vaqtda o'zim ancha yosh ko'ringansiz. Qaranganda hozir oradan 20 yil, 21 yil o'tdi mana. Baribir qaysidir ma'noda. Lekin yana bitta tomoni borki, mana shu qo'shig'ingizchi bir xil qo'shiqlarni eshitasizda, keyin gal eshitgisi kelmay qoladi-da, misol. Lekin sizni mana shu qo'shig'ingizni hozirgacha eskirmagan demoqchiman-da. Endi nima desam mumkin, o'sha paytda qaysidir ma'noda o'zini muxlisiga ega bo'lganda, o'sha eshituvchilarni qalbidan joy olib, qaysidir ma'noda yoqimli bir taassurot qoldirgan. Menimcha, shuning uchun ham eshitganda qayta eshitgisligisi kelsa kerak. Shuning uchun nima deydi? Bastalab berganlar, ham kuyini, ham aranjirovkasini Shuhrat akam Zokirov qilganlar va shoir marhum Muhammad Yusuf qalamlariga mansub. Qolaversa bu naqoratini o'zim yozganman. Azizam deb naqorat kuylangan joyini buni o'zim yozganman. Lekin she'rning asosiy qismi Muhammad Yusufning qalamiga mansub. Endi shu qo'shiqni bugun jonli ijroda eshitsak. Qarshi bo'lmasangiz jonli ijroda eshitsak. Aytaveramizmi? Ha, deyman. Yog'ayotgan yomg'irmi, qormi, qor ostida qolgan bahormi, sensiz dunyo shuncha tormi, azobda qoldi-ku yuragim, shamda yonib, shamda yo'chdimmi, sarva nozim sendan kechdimmi, endi senga men ham kechgimmi, o sevgilim, o sevgilim. Azizam, azizam, sensiz yashayolmasam, yoningga bora olmasam, dardim ayta olmasam. Azizam, azizam, mehrim bera olmasam, baxtli qila olmasam, armonim san azizam. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Ijodingizga omad tilab qolaman. Sog' bo'ling, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Mayli, ko'rishguncha.